Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar. Men bugun sizlarni ko'rib xursand bo'lib ketaman desam, ta'riflashim kerak bo'ladi. Bugun mana hammanglarning xabaringiz bor. Respublikamizda eng ilg'or qilib texnik mutaxassislar birinchi o'ringa qo'yildi. Prezidentimizning maxsus qarorlari borki, O'zbekiston Respublikasida texnika bo'yicha mutaxassis tayyorlash oliygohlari rivojlansin, moddiy bazasi kuchlansin, yoshlar qiziqib shu o'qishga kelsin degan katta siyosat ishlarini olib borilgan. Mana bugungi bizda Toshkent davlat texnika universitetining qoshida bo'layotgan bu anjuman shunga javob beradi. Mana qaranglar, 3 ta yo'nalish: robototexnika, sun'iy intellekt, kiber xavfsizlik. Bugun rivoj topaman degan davlat asosan sun'iy intellekt ustida ishlayapti. Mana xabaringiz bor, hali Trump prezident bo'lmasidan, men prezident bo'lsam 500 milliard dollarni ertasiga sun'iy intellektni rivojlanishga jalb qilaman. Xitoydan olib ketmay, boshqa davlatlardan olib ketmaymiz deb harakat qilyapti. Hozir nima rivoj bo'lsa, sanoatda, boshqa sohalarda hamma joyda sun'iy intellekt rivojlanishi kerak deyiladi. Sun'iy intellektni rivojlanishining eng yuqori cho'qqisi bu robototexnika. Hatta yaxshi sun'iy intellekt rivojlansa, o'sha yerda asta-sekin robototexnika rivojlanadi. Robototexnika qachon o'zi fikr yurita olib, o'ziga o'xshagan yana texnikalarni tashkil qila olsa, ana o'sha sun'iy intellektni cho'qqisi bo'ladi. Endi bu ikkala yo'nalishni agar kiber asrash ishlari bo'lmasa, nimasi bo'ladi? Maqsadga yetishmaydi. Bundan hakerda bir yerdan tashkil qilsam, bir yerdan dushman yo'q tashlayveradi. Ya'ni kiberbezopaslikka juda eng zo'r, aqlli, kuchli, matematikani bilgan bolalar kiberbezopaslik bo'yicha rivojlanib, shu mutaxassis egasi bo'lishi kerak. Bugun rivojlanaman degan davlatlar, sanoatini rivojlantiraman degan davlat, yuqori o'rindan joy olaman degan davlatlar mana shu 3 ta yo'nalishga juda katta ahamiyat beryapti. Shuning uchun bugun sizlar mana bu musobaqalarda qatnashib, mahalliy robototexnikani kelib musobaqasini tomosha qilib mazza ketadi. Mana hozir hamma maktablarda shunaqa krujoklar bor. Yaqinda Navoiyda maktabga borsam, maxsus maktabda shu robototexnika krujogi bor edi. U bilan birgalikda yonida maxsus shaxmat klubi bor edi. Ikkalovi ham matematika bilan bog'liq bo'lgan yo'nalish. Mana shu yerda maktabdan to'g'ri yo'nalish berayotganiga juda mamnun bo'lib, hammalariga rahmat aytib qo'ydi. Keyin bir shaxmatchiz bola shashti o'ynayman, shaxmat o'ynaysizmi deb qoldi menga. Aytdimki, bolam, men ko'proq shashti o'ynardim yoshligimda. Nagani chapayisi bor edi. Bir urib chiqarib oladi. Shunga ustdan bo'lsa, keyin o'ynayman desa, o'sha bola shashti o'ynab dedi. Undan men o'ynayman. Bu bola 4-5 klass bolasi. Viloyatda chempion bo'lgan ekan. Endi akademik o'qishga qo'ysam, nima bo'ladi? O'lim titraydi. Uni qilgan yo'lini mana qaytaraverdi. U tashkilsa mana bu yoqdan yurib, oxirida og'ayniki ishga rozi bo'lgan. Shuning uchun bolalar, yigitlar, yoshlar, uchala soha faqat yoshlar.
bir yoshga yetgandan keyin bu sohada ishlashga uncha hojat qolmaydi. Tajribasi bo'ladiyu, yangilik narsa olib kelolmaydi. Buni yangilash, rivojlantirish hammasi faqat yoshlarga. Shuning uchun hozir imkoniyat borida bor kuchinglarni tashlanglar, qatnashinglar, rivojlantiringlar. Bizni O'zbekiston ham rivojlangan davlatlarning qatorida rivojlanib, sizlar orqali obro'li bo'lib, yaxshi mutaxassisga ega bo'ladiganimiz bo'lsin. Shuning uchun hammalarga men omad tilayman, salomat bo'linglar. Mana shu tanlagan yo'nalishda rivoj topinglar. Rahmat hammaga.